Meni bir kunim rukni davom etadi. Ertalabdan o'rtoqlarim bilan ko'rishish uchun zavtrakka otlandik. Yo'l yursam ham mo'l yurib, o'rtoqlarim bilan birgalikda Ramizga yetib keldik. Ramiz xuddi xo'jayinidek taq-tuq, shaq-shuq qilib borib joylarni ham gaplashdik va mazza qilib, miriqib, nonushta qilib uyga qaytib keldim. Uyda enimni almashtirdim-da, men stomatologga borishim kerak edi, chunki meni tishim qimirlab qoluvdi. Aynan mana shuning uchun stomatologga bordim va yo'ldan minga qo'yib gapga yugurdim. Sababi qizlarjonlar, gap egasi o'zimman, lekin o'zim doktordan kech qolganim sababli juda ham kech qolib ketdim. Yo'l-yo'lakay albattaki motivatorskiy ishlarimni ona xotinga o'xshab olib ketdim. Gap egasi juda ham bir riskli bo'lgani uchun aynan mana shu rollarni bizlarga kompliment sifatida restoran egasi berdi. Men esa boyvuchcha xotin bo'lib mazza qilib yetib keldim. Mana bir kunim.